Assalomu alaykum oshxona mebel ishqibozlari. Biz Namangan viloyatiga oshxona mebel olib kelib o'rnatdik. Bu oshxona mebelimiz razmeri halarinli bu chekkasidan gaz plitamiz bu chekkasiga 310 cm joyga tushdi. Balandligi 240 cm. Bu oshxona mebelimiz oldi fasadlari akril bo'ldi. Shu shilkalari qo'yilgan, oshim-oshiqlari davchi, turbali qo'yilgan. Mo'ykalarimiz to'rtburchak, gazatiri bor. Germetikalar mahkamlab qo'yganmiz, xudo xolasa xizmat qilaveradi. Tortmalari ham vakuumli bo'lgan, o'zi sekin tortib qolaveradi. Kafellari ichida bo'ldi, tuz quruqchoq qo'yadigani, plintislari germetikalab, magnet, sochiq ilgich, savatcha gazatiri ichida. Aristonini o'rab o'tib ketdik bu joyimizga. Bemalol ishlasa bo'laveradi. Plafonlarigacha yonadi, 3 xil svetda. Mantor akamiz ulab bersa bo'ldi. Bu chekkamizga barqi berganmiz tepasiga, tepaga ochiladi bular. Mexanizmi yaxshisidan qo'yilgan. Chekkalari birlik ronga bosilgan glansivisidan. Bu oshxona mebelimizni doskalari, stolisalarimiz rossiyskiy qo'yilgan. Rangi chorniy serebro deyiladi. Doskamizni qalinligi 2,5 cm, ko'pchilik 4 cm-ligi ham bormi deydi. 4 cm-ligi ham bo'ladi. Buning razmeri 6 metr bo'ladi. Bulardagi 3 metr bo'ladi. Farqi o'shanda. Biz qo'yib bergan narsalarning ichida mo'ykasi, shu shilkasi bor, 70 cm joyga tushadigan. Bizdan bo'ladigan narsalari sochiq ilgich, magnet, tuz quruqchoq qo'yadigani. Tortmada nimalarigacha, shu shilkalarigacha bor, bemalol ishlataveradi. Bu joyiga vichkani ham teshib o'rnatib beramiz. Tayyor qilib, razvedkalari ko'pchilik so'raydigan narsa mana bu bo'lyapti. Razvedkani qanaqa qo'yiladi? Tashqi montaj qo'ysa ham bo'laveradi, ichki qo'ysa ham bo'laveradi. Bu hozir tashqiga moslab chiqarib qo'yganmiz. Tashqini qo'yib qo'ysa bo'ldi, 2 talik, 3 talik, bittalik qilib. Tayyor holatda. Bu oshxona mebelimizni balandligi 240 cm, bunaqasiga 310 cm joyiga 5,8 million so'm olib kelib o'rnatib berdik. Mokri svetda, ruchkalari turba yaxshisidan qo'yilgan. Ishlarimiz xudo xolasa behijolat xizmat qilaveradi. Ichlari ham kenggina bo'lgan. Bemalol jompon, mont, qozonlar sig'averadi. Oshim-oshiqlari garantiya. To'rttadan qatirilgan. O'zi vakuumli tortib yopib qolaveradi. Gaz plitalarini ham o'rab berdik. Bu chekkalariga gaz plitaning chekkasiga kafelni ham o'rnatib qo'yib ketdik bir yo'la. Ishlaveradigan qilib. Hozir montajimiz bo'lmagani uchun vitichkani ishlatilmadi. Vitichkalarimiz turbo motorli 1,3 mingdan qo'yilgan. Plafonlarimiz 3 xil svetda yonadi. Balandligi 240 cm bo'ldi. Korpusini ham chekkasidagi lentalari zavodskiy bosiladi mana ularni. Qo'lda bosib nima qilinmaydi. Oshim-oshiqlar to'rttadan urilgan mana. Hammasi vakuumli oshim-oshiq shanel qo'yilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 93 569 87 41 vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Bemalol borib o'lchab, chizmasigacha chizib xizmat ko'rsataveramiz. Katta bo'lsa ham borib xizmat ko'rsataveramiz. Oldindan kuzatib olganlaringiz uchun rahmat. Bittadan like, podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Ishlarimizni qandosh urug'larga, tanishlariga jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat. Bu sırada beceriyapsın. Ha.